Bizga til o'rganish jarayonida kerak bo'ladigan materiallar, kitoblar, ularning qaysilarini tanlash kerak, qanaqalarini tanlash kerak va ulardan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligi haqida gaplashamiz. 3-7 yoshda eng samarali materiallar bu rangli, oddiy matnli, illyustratsiyaga boy materiallar hisoblanadi. Chunki bu yoshdagi bola uchun til rasm orqali jonlanadi desa ham bo'ladi. Keling, navbatma-navbat ko'rib chiqamiz. Birinchi bizga eng kerak bo'ladigan, eng foydalilardan bittasi bu flashcards, ya'ni kartochkalar, har xil turdagi kartochkalar. Bu kartochkalar nima uchun bizga kerak? Birinchi o'rinda bu bizga rasm bilan so'zni bog'lashga yordam beradi, bolaga tez eslab qolishiga yordam beradi. Ayniqsa TPR metodida va communicating metodida, ya'ni harakat bilan bog'lash va muloqot metodlarida bu juda ham yaxshi ishlaydi. Uy sharoitida esa 5 daqiqalik oddiy o'yinlar uchun ham bir ideal variantda. Vaqtingiz bo'lganda ularni olib bolaga takror qilib ko'rsatib turishingiz mumkin bo'ladi. Har birini harakat bilan bog'lab, ko'proq vaqt ajratib tushuntirishga harakat qiling. Masalan, jump degan so'z berilganmi, bolaga o'sha kartochkani ko'rsating va shunga aloqador harakat qilib ko'rsating. Yoki where is the ball deng. Kartochkani ko'rsatib bola real hayotda uydan o'sha narsani topib sizga olib kelsin. Mana shunda ham kartochkalar sizga yordamga keladi. Xo'p, bu yerda bitta kichik maslahat bera olaman. Kartochkani faqat so'z o'rgatish vositasi deb qabul qilmang. Buni qanaqadir bir o'yin vositasi deb qabul qilsangiz bo'ladi. Va bu bolangizni til o'rgatish jarayonini yana ham osonlashtiradi siz uchun. Ikkinchisi, bizga oddiy strukturali kitoblar kerak bo'ladi. Eng boshlang'ich qanaqa kitoblardan boshlasak bo'ladi deb so'rasangiz, shu o'qilishga oson bo'lgan, ichida ko'p takroriy iboralari bo'lgan, qisqa gaplari bo'lgan kitoblarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu janr qanaqa janrlilarni oson bo'ladi deb o'ylasangiz, repetitive books desangiz bo'ladi. Ya'ni ichida takrorlari ko'p bo'lgan, bolaga oson bo'lgan kitobni tanlashingiz kerak bo'ladi. Dunyo bo'yicha eng mashhur kitoblar bor. Bular Brown Bear, What Do You See kitobi, yoki The Very Hungry Caterpillar bor, Dear Zoo, What Is the Spot kabi kitoblarimiz bor. Bular aynan shu aytilgandek ichida takroriy qisqa gaplar bilan berilgan va dunyo bo'yicha eng mashhur kitoblar hisoblanadi bolalarga til o'rgatishda yoki erta yoshda kitoblar bilan tanishtirishda. Umumiy qoida qilib so'rasangiz, qanaqasidan tanlashim kerak deb aytsangiz, har safar o'sha aytganimdek takrorlanuvchi struktura bo'lishi kerak. Bola tez eslab qoladi bunaqa kitoblarni va rasmlar mantiqli, kontekst orqali tushunarliroq bo'lishi kerak va albattaki o'qib berish osonroq bo'lishi kerak va bolaga bu kitobni o'zi communicating metodini, ya'ni muloqot metodini rivojlantirib berishga xizmat qiladi. Qanday qilib foydalanamiz desangiz, kitobni har doim bir xil ohangda o'qimang. Asosiylarini aytib ketaman. Bir xil ohangda o'qimang. Har safar kichik o'zgartirishlar kiriting va bola uchun rolga kirib o'qishni maslahat beraman. Emotionlar qo'shing, emotsiyalaringizni qo'shing. Masalan, har xil hayvonlarni gapiryaptimi, har xil hayvonlarning ovozlarini o'xshatishga harakat qiling. Bir ovozingizni ko'taring, bir ovozingizni tushiring. Monotonni gapirib ketmaymiz. Ya'ni bir xil ohangda to'liq kitobni o'qib bersangiz, bola uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Oddiy o'zingizdan misol, siz ham oddiy to'liq o'qib berganni zerikib qolasiz, eshitsangiz. Bolalarda ham xuddi shunaqa, bu bolalarda ko'proq hattoki zerikish ehtimoli. Shuning uchun siz bolani qiziqtira olishingiz uchun har xil ovozlar qo'shing, harakat qo'shing, emotsiya qo'shing. Maksimalni bolani qiziqtira oling o'sha kitobga. Xuddi multik ko'rgandek bo'lsin sizni kitob o'qib berishingizni ko'rib. Shunda bola juda ham qiziqib qoladi va juda ham bog'lanib qoladi kitobga. Kitoblardan tashqari real life objektlarni aytgan bo'lardim, ya'ni uy ichidagi narsalar, oddiy narsalar. Aslida bola uchun bir qimmat buyumlar, qimmat rivojlantiruvchi o'yinchoqlar
shart emas. Uy ichidagi oddiy narsalarni siz shunday o'yinchoqlarga aylantirib bera olishingiz mumkin. Hattoki boshlanishda uyingizdagi bor hamma narsani inglizchasiga o'rgatib chiqishingiz mumkin. Har kun ishlatishingiz mumkin bo'lgan stakan bo'lsin, kapi, qoshiq, spoon, deraza, window, mashina, car, ko'ylak, ya'ni ustidagi futbolkasi masalan, t-shirt deb aytamiz. Xuddi shunaqa shu so'zlarni har ko'rganda qayta-qayta takrorlash orqali, ya'ni uydagi bor narsalaringizni inglizchasini aytish orqali bolaga ancha-muncha narsani o'rgatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy usullardan bittasi mana shu. Buni sal kengaytirib masalan, show me the cup deyishingiz mumkin. Menga chashkani ko'rsat. Yoki kichkinaroq ssenariy qilishingiz mumkin. Let's make a tea. Choy damlaymiz. We need the cup. Give me the cup deysiz. Bizga chashka kerak bo'ladi. Chashkani ber deysiz. Qo'lingiz bilan ko'rsatasiz, u tushunadi. Kontekstdan tushunib oladi. Ha, bu narsa cup ekan deb miyasiga joylaydi shu narsani. Xo'p, bu metodimiz 100% ham communicating, ham TPR, ham scaffolding usuliga to'g'ri keladi. Shu va keyingisi yana bitta eng samarali metodlardan, materiallardan bittasi bu audio. Lekin ekransiz audio. Audio kitoblar demoqchiman. Bu ekransiz faqatgina audioni o'zi talaffuz bilan ohangni kuchaytiradi. Ko'pchilik ota-onalar srazu so'raydi, multfilm qo'ysam bo'ladimi deb so'rashadi. Keyingi bo'limimizda bu haqida alohida gaplashamiz, lekin hozircha eng xavfsiz variant sifatida men audio kitoblarni tavsiya qila olaman. Bu sizga nima beradi? Bola tabiiy inglizcha ohanglarni eshitadi, talaffuzi ham tabiiy talaffuzni o'rganadi. Vizual chalg'ituvchilar yo'qligi uchun u ovozlarni maksimalni qabul qila oladi. Tinglab o'rganish ko'nikmasi kuchayadi. Buni qanaqa qilib eshittiraman desangiz, unaqa ko'p qo'yib berishingiz kerak bo'lmaydi. Ertalab uy yig'ishtirayotganingizda, nimadir qilayotganingizda fon sifatida musiqani o'rniga qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 5-7 daqiqa, 10 daqiqa yetarli bo'ladi. Bunda majburlash shart emas. Shunchaki tabiiy eshitilishi kerak narsadek qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Siz eshitmayapti deb o'ylaganingizda ham bola eshitib, uni miyasiga qabul qilayotgan bo'ladi. Va keyingisi bolani qiziqtira olishi mumkin bo'lgan yana bitta narsa deb o'ylayman buni. Sticker boxlar bor. Yopishtiradigan kitobchalar, stickerlar bilamiz. Bu ham motorikaga ham yordam beradi, ham inglizcha so'zlarni o'rganadi. Bir-biriga yordam berganda juda ham bir kuchli o'rganish usulini tashkil qiladi deb o'ylayman. Masalan, sticker box turibdi, ichidan stickerlarni yulib olish kerak. Masalan, hayvonlarga aloqador bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, find the cat. Mushukni top. Oldi. Masalan, put the cat on the bed. Divan ustiga mushukni qo'y. Masalan, divan rasmi bor, olasiz, mushukni yopishtirasiz. Yoki olib boshqa joyga yopishtirishni so'rashingiz mumkin. Stick desiz, yopishtirish ma'nosida. Stick the cat somewhere. Bironta joyni aytasiz, mana shu joyga yopishtir. Shu jarayonni ham o'zbekchada qilishingiz mumkin edi, lekin siz buni inglizchada qilyapsiz. Va bolangizga ham qiziqarli bir jarayon orqali inglizchani oson o'rgatib qo'yapsiz. Shunday yakuniy maslahat sifatida mana shu materiallar bo'limiga bitta gapni ayta olaman. Kam material va ko'p o'yin. Ya'ni materiallarning ko'pligi bola uchun qanaqadir chalg'itish vazifasida ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bitta qoidani o'zingiz uchun qo'yib oling. Material ko'p bo'lishi shart emas, ammo uni ishlatish usuli to'g'ri va ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni bitta materialdan siz har xil o'yinlar o'ylab topishingiz mumkin, har xil sharoitlarda ishlatishingiz mumkin. Siz uni o'rgatish usulingiz ko'p bo'lsin, har safar har xil bo'lsin, bolani qiziqtira olsin. Mana shu narsa muhimi.